Dostlar, yaxşımısınızlar? Sabah köy programımızın yeni son arqılıq sizlərlə yeni didalaşdıq. Mən riyasetçi dostunlar Nazgül Tursuncan. Şu tapda diqtanlat bulatqını Şinjan Sabah Mədəni Tarixi Çək şirkəti işləyən Şinjan Udun Dorigerlik Çəklik Məsuliyyət şirkəti alayda qollab tajdarlığını alğan Sabah köy programımızı. Bu son programımızdaki bizning aziz mehmonimiz ko'pchilikka intayin tanışıq bo'lgan o'zi nazokatlik chiroyli qizimiz Gulgina. Gulginani tilga olganimda ixtiyorsizli bir xil qiz ayollarga xos bo'lgan bir xil nazokat ko'z oldimda namoyon bo'ladi. Qani chiroyli nazokatingiz bilan bir salom bersiz-da. Salam Nazgül. Rahmat. Salam ekran oldidagi qadrli do'stlar, hammalarning mana shu vaqtda xayrli bo'lsin. Sabah kuylari ekran orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Rahmat Gulgina. Gulgina demak, hamda ikkimiz to'liq faoliyatlarda, mana shunday sahnalarda yuz ko'rishib turibmiz. Har qaytim qarasam, yana shu o'zininki go'zalligi bilan turibdi. Ayollar uchun eng muhimi sog'lomlik deymiz. Sog'lomlikdan keyin ham tilga olganimiz, yana shu go'zallikka. Gulginaninki hamda hozir qadar aytgan naqshlarga nazar solsam, asosan muhabbat kuyi, lekin usulliq, sho'x, aktiv energiyadagi naqshlarni aytibsiz. Ha. Masalan, buning ichida bizniki inimiz, ya'ni mening kasbdishim, umaq inim Nijat Vali Yaqub MTV'siga chiqib bergan Yigitim sho'x degan naqsha pek moda bo'lib ketdi. Shundaqmi? Uniki ko'rilish pek yaxshi bo'ldi-ku deyman. Burun aytgan naqshlarimga anglash nisbatiga qaraganda shu naqsha balkim sho'x bo'lganligi uchunmikin, har jihatda hamda men o'zimni bek yaxshi ko'rib teksti bo'lsin, suratga ilishki bo'lsin, artistlar bo'lsin, hamma jihatda bek kuchidim desam bo'ldi. Shunga yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Andayliqim shu san'atkorlarga nisbatan elib aytganda hamma naqshini yaxshi ko'rdi, lekin ham shuning ichida muvaffaqiyatli chiqqan yoki hammalarga yoqqan bir ikki naqshi bo'ladi ekan. Shularning ichida bir naqshingiz bu deyman, to'g'rimi? Ondan başqa yana muhabbatsan degan naqshingiz bek chiroyli. Demak, endi muhabbatni har xil usulda kuylaydi ekanmiz. Uni shunday aktiv energiyalik so'zlar bilan, chiroyli so'zlar bilan jushqun kayfiyat ifodalasak bo'ladi ekan va yoki gitarlar bilan nayti lirikli holatda ifodalasak bo'ladi ekan. Gulginaning tutgan yo'li sho'x usulliq naqshlar. Bugun shunday naqshimga deb o'zim shunday faraz qilyapman, undaq emasmi ya? Shu yigitim sho'xni aytgandan keyin tomoshabinlarninki xiyolida ko'proq sho'x naqshlarga mos keldigandek bir ideya shakllanib qoldi. O'zimning boshqa xonim qizlarga atab bir naqsh aytgan bo'tdi. Shuning bilan bu yaxshi bir ijodiyat kelib qoldi. Kasbdeshimiz Alijon Aqsupining ijodiyati. Bu naqshni o'zim tekstini ko'rgandan keyin qizlar hozirgi tirishayotgan qizlarga, xonim qizlarga, ayollarimizga bek tushir ekan deb shuning bilan ayollarga atab bir naqsh aytib boqaychi, qizlarimiz uchun bir aytib boqaychi deb aytdim. Undan so'ng buning temasi Qizlaba. Qizlaba. Demak, hamda haqiqatami Gulgina yaxshi, siz yaxshi ko'rsatibsiz deb o'yladim. Masalan, poechalarni aytsaqmi yoki do'ylar aytsaqmi, mushu asosli hamda 80-90% qizlar so'zlayotganligini, qizlarning hikoya so'zlayotganligini, shundaqmi, ularning tirishayotganligini ko'rdik ekanmiz. Hamda erlarmi, yigitlarmi tirishayotdi, lekin hamda biz qiz ol bo'lg'achqimi qizlarga bakrak eslashimiz keldi ekan. Chunki hamda qiz ayollarniki jamiyatga obrazi va ularniki tutgan roli, oilaga tutgan roli degandek xilma-xil yuk besimlari endi yana shu ig'irroqda. Demak, mush xil mas'uliyatlarning o'disidan yaxshi chiqqandan boshqa yana o'z yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanib kelyapti. Shunga har sahar kasblarda tirishchilik ko'rsatgan barliq xonim qizlarga amsa Gulgina ijrosidagi Qizlar ba nomli naqshni sundiq. Qani birlikda hozirlaylik.
dostlar, valiz kuylarga o'ylaringlardaqcha valiz uchib ketdinglar deyman. Men bu bek yaxshi ko'rman, chunki dadam opam bek chiroyli o'ynaydi emas. Shu men shu valiz kuylarga bek amroq. Mening o'ynag'im kelib ketdi o'ltirib. Demak, endi kundalik turmushinglarda sabaki programmamiz ishini men shunday chiroyli kuylar orqali sizlarningki turmushinglarningki eng yaxshi ayrilmas bir hamrohi va eng yaxshi do'sti bo'lib qolg'isi. Gulgina endi biz musharsan programmamizni qo'llagan shirkatlarga program oxirida minnatdorligimizni ifodalab kelyapmiz. Bu san programmamizni mana o'ziniki Xchan qatorliq mahsulotlar orqali har millat do'stlarga sog'lomlik bag'ishlab kelayotgan Xinjiang Udun dorigarlik cheklik mas'uliyat shirkati tajdorligini oldi ham bu san programmamizda yana o'xshashlar shu Xchan markasidagi siz meni yeb baxmidingiz aqchana yo'q yeb baxmidim. Bu mundaqkan, bu bir kapsullik hamda kamp shakldagi kapsullik mahsulotgan. Buniki asosiy roli immun kuchimizni yuqori ko'taradi ekan. Undan boshqa shu 5 xil sezgimiz badnimizdagi shu purash, anglash, tetish qatorliq shu 5 xil sezgimizni texmo jingmin qilgan demakchilik, texmo yaxshi qiladi ekan. Undan boshqa hamda shu diabet kasalliklari yoki yuqori qon besim qatorliq kasalliklarning oldini oldi ekan. Har qanday kishi iste'mol qilsa bo'lar ekan. Bu bir boja empin demak hamda bizning salomatligimizga yondash bizga sog'lomlik bag'ishlaydigan mahsulotga. Undan boshqa hamda shu Xinjiang Udun dorigarlik cheklik mas'uliyat shirkati tarmoqidagi Ahu sog'lomlik sarayimiga qo'ydik. Mana Ahu chen kangwan. Shundaqmi? Mushu markaz har millat do'stlarniki sog'lomlik uchun nihoyat yaxshi bo'lgan bir kutinish shamollarni o'tirg'i chiqaribdi. Shunlashqa sabaki programmamiz qatnashgan san'atkorlarimiz, naqshchi usulchilarimiz hammasi salomat bo'lsin deb mana sizga bu VIP kartasini tayyor qildik. Qabul qiling. Rahmat. Bu bek atrofli so'g'itibdi. Burun bag'am bu yerga. Burun bir bag'an do'stlarim bilan. Ha, qandaroq sizcha bir gongosini qo'yding-a? Yerib charchaganda ba'zida uyda qilib bo'lmaydigan ishlarni ba'zi do'stlarimiz bilan berib, xizmatdan tushganlarda, charchaganlarda berib, bir kunlik o'zimiz uchun vaqt ajratib olsak, bek yaxshi bo'ldi ekan. Bek rahat bo'ldi. Demak, hamda xizmatni ishlagan vaqtimizda cho'qqim jon dilimiz bilan yaxshi ishlashimiz kerak. Lekin dam olgandimi badnimizni yaxshi dam oldirsak, undan ikkinchi kundagi xizmatimizni yaxshi ishlay olamiz. Shundaqmi? Amsa bu markazga yana davomli berib keling do'stlaringizni elib ma'qulmi? Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa yana mana shu immun kuchimizni yuqori ko'taradigan Xchan mahsulotlardan sizga tayyor qildik. Bu orqali hamda uyingizga hammalarning salomat bo'lishiga tilakdoshmiz. Qani? Rahmat, salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, muhabbat kuylarni, chiroyli naqshlarni Sabo kuyimizdan topalaysizlar. Sabo kuy programmamiz demak, san'atkorlarning chiroyli naqshlari orqali har millat do'stlarga xizmat qilishdan boshqa yana mushu har soha, har kasbdagi san'atkorlarimizni, san'atni, yana mushu sog'lomlikni, go'zallikni biz uchun tashviq qilib kelayotgan har millat korxonchi do'stlarning yaxshi mahsulotlarini mustaqilimiz orqali har millat do'stlarga to'ntib kelyapmiz. Shunga mushkil ehtiyoji bor do'stlarimizning, korxonchilarimizning biz bilan yana aloqalashishni umid qilamiz. Qadrli do'stlar, sabaki programmamizning bu sonini nishada oyoqlashtiramiz. Undaqda xo'shdamlik qilgina. Bo'ldi. Sabo kuylari programmasi orqali do'stlarimizning bundan keyingi xizmatining utuqli turmushining xotirjam bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Shundaqla Sabo kuyi ekraniga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Undaqda davomli chiroyli kuylar orqali yana kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, atki programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Yürekleriga o't yoqqan, sadoqatga kuy qatgan, qo'lidan qutqatgan, bizga o'xshash qizlar bor. Yürekleriga o't yoqqan,